Chiroyli yoq, bu go'zallikni hamma ko'rsin, kotelimiz bitgan. To'liq obzorni ko'ringlar, marhamat. Nasoslarimiz chistotni, aqlli nasoslar qo'yganmiz. Markirovkaga bitta ahamiyat beramiz. Podacha obratkalar hammasi как положено yozilgan. Расширительный bakka ham markirovka berganmiz. Undan tashqari filtr, undan tashqari sovuq suv kollektor, issiq suv kollektor, resirkulyatsiya. Kotelimiz havoda muallaq turgandek. Ko'rgan odam buni yerga qotirilmagan, o'zingizlar ko'ryapsizlar. Orqa tomoni ochiq, mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, mana demoxod chiqib ketgan. Demak, devorga qotirilmagan. Mana bu yoqdan ko'rsatsam ham bo'ladi. Kimga qanaqa qotirilgani qiziq bo'lsa, kommentariyga plyus belgisini qoldirasizlar. Xudo xolasa to'liq obzorni qo'yamiz. Filtr sliv uchun qulay tarafga. Filtr qulay. Slivimiz to'g'ri tarafga keladi. Kotelimiz ishlab turibdi. Boylerimiz issiq suv mana 50 gradus, bu ham ishlab turibdi. Gazdagi markirovka, hop, ishlayaptimi yo'qmi tekshirib qo'yamiz. Ishladi. Yopdik. Drenajga ham markirovka qo'yganmiz, bitta ahamiyat berasizlar. Nasosli markirovkada 1, 2, 3, 4. Do nasos suvni davleniyasi 2, после nasos suvni davleniyasi 3. Chegara bilmas santexniklardan super krutoy santexnika ishlari murojaat qilaversa, telefon raqam qoldiramiz. Hurmat bilan Zayniddin.